San'at tarixida ayrim nomlar bor. Ular faqat bir davrni emas, balki butun sahnaning ruhini, milliy madaniyatining qalb zarbasini ifodalaydi. Shunday siymolardan biri O'zbekiston xalq artisti, aktyor, rejissyor, dublyaj ustasi, Ikkinchi jahon urush qatnashchisi Hamza Umarovdir. Uning sahnadagi ovozi, nigohi, obrazga kirishdagi yondashuvi o'z davrining san'at maktabini yaratgan. Bugungi avlod uchun esa o'chmas ilhom manbaiga aylangan. Hamza Umarovning hayoti va ijodi o'zbek teatri san'atining eng yorqin davrini ifodalaydi. U sahnani, san'atni, inson qalbini hurmat qilishni o'rgatgan ustoz bo'lgan. Bugun uning ovozi, nigohi, intizomi shogirdlarida teatrning devorlaridagi eslik suratlarida, har bir jonli so'zda yashab turibdi. Kino san'atida esa u favqulodda komissar, O'tgan kunlar, Shijoat, Yoz yomg'iri kabi o'nlab filmlarda o'z obrazlarini mahorat bilan yaratgan. U mingdan ortiq filmlarga ovoz bergan dublyaj ustasi sifatida ham tanilgan. San'at tarixida ayrim nomlar bor. Ular faqat bir davrni emas, balki butun sahnaning ruhini, milliy madaniyatining qalb zarbasini ifodalaydi.